Salom do'stlar, sizlar bilan bugun men yana o'sha Sigma va o'rdakcha. Bugun biz do'stlar serverdagi uylarni ko'rib chiqmoqchiman. Ya'ni mana shu uyni ko'zdan kechirmoqchiman. Bu mod. Men bedrocklarga qaraylar zararlangan. Men palkalarga qaraylar, hammasi zararlangan. Sizlar bugun masala bilan shu uyga chiqmoqchiman. Minecraft o'tayotgan sababi ham bor. Bu yerda ko'pchilik tugmalar, spawnerlar va bedrocklar. Men shu bedrockga antenna qo'ymoqchiman. Buni ijrasi qanaqa bo'lmoqchi blok. Mana buni qaranglar, mana. Kanalni tashqari bu yerda ko'pgina inshootlar bor ekan. Shalkerlar har xil. Totem. To'lashni sindira olaman. Yebili. Bo'ladi. Menga o'tsa tashlab kerak emas. Va bu yerda har xil bumerangga o'xshaydigan narsalar. Wow. Matrito taking on and sped what happens. Wow. Nima bu? Nima ishlab ko'raman. Kerak bu. Bilmadim. Vaqt serverdagi joylar ko'p va chiroyli ekan. Raidlarni bayroqlari. Bu yerda har xil bayroqlar va qanaqadir keltirilgan. 4-o'rin. So'nglayer. Qatta richak yo'qmi tanmi? Yo'qcha qo'yish kerak. Richak. Bu aniq boshqa. Adashmasam shu boshida do'stlar richak bordi. O'shani olib kelib ochib ko'rmoqchiman inshaalloh. Minecraft qotishini sababini aytdim sizlarga. Mana o'sha richakcha. Savol shunday nima bor buni? Blok. Demak, bu yerlar command blok orqali ishlangan. Richakni qayoqqa qo'yish kerak? Balkim bu yoqqa Şartışma demek bu işlemeli. Sivni kelleceğiz. What the fuck? Biz hazır bu yerini yarım ko'rib endi qolgan yarım ko'rib chiqishimiz ham mumkin. Bu modni nomi sizlarga kerak bo'lsa, video davomida aytib o'taman. Bu yer biz bo'lgan joy va bu yerdagi resurslar. Çok güzel gol attım. Ne bu? Ama bu ne? Böyle efektif. İşleme. Stop. Ne bu? Kana kadar stop. Geldik ortadık. Geldik bir yerde harika. Ateş mesela şu yakın tarafta olacak. What? Şu yakın tarafta ateş mesela bana kasıp uçuş geri bular mı? Ne diyeceksin beni? Müzeyi. Ha, müzeyi buluş geri. Yeri çok ağlamak ya. Taşıyma bir anı. Bakın kadar. Öndür bir rapor. Batta çok güzel.
Karıştırıyor bir de. Karıştırıp olmadı. Böyle cigerle karıştırma sayı bugün. Çok günü modlar çıkmak olacak. Hapsi de böyle işlemiş işte. Kopmadı. Yok işte. Bak mana müziği bir yerde gidiyor. Yine anı kaçıyor. Oho. Var öğrendikçe. Merhameti okura bakıyor. Bir kal oldu görmedi. Ben de Ender Dragon'u konusunda devam ederiz. Ve elbette şu yakına tepki kalıyor. Hiçbir şey ödeyecek. Açtım ki. Bu adışımızda Herobrine spawner. Ha, Herobrine spawner. Bu Herobrine spawner. Bizim kadirli Minecraft'ın kralı Ender Dragon. Dur shoulder koyardım öyle. Öyle diğerler olduğum düğünde öyle vardım. Ne? Spawnerlar. Stop. İşe böyle. Wow. Yaşayacak. Numaralar. Nether blokları. Ne kadar safe. Ne kadar blok. Bedrock. Porsche. Egumu bebudumu süper bana. Wow. Burası ne ki bulamadım. Lakin mingi tutmayı geçmem sonra. Bunların ne kadar gelir tutmayı. Benim televizyonun arkasına. Demek bir benim içeri yokmadı. Bu diğerler birinci mod. Ben bundaki ikinci mod kötüleri koşmuyor. Şu mova. Kelime tutma. Hiç nasıl çıkmadı bu yerlerde bırakıyorum. Bir sok yani. Wow. İkinci modumuz ise Skyblock. Skyblock. Bu modda koplar biladi, koplar yok. Kopkin daraxt-baraxtlar bor. Men birinchi narsa shu daraxtga borish. Birinchi o'ringa o'tirib olamiz. Mana buni yoqmaydigan.
tashlab yuborak, yo'qmi? Короче, do'stlar, men hozir bu tarafga o'tmoqchiman. Bu tarafga o'tib boramiz. Короче, do'stlar, men bu moddan vosh o'ta olmadim. Короче, o'zingizlar ko'rib turgandek, juda ham qiyin mod. Kim o'ta olgan bo'lsa, kommentariyada o'tdim deb yozib yuborsin. Lekin men o'ta olmadim. Mayli, endi keyingi modga ham. Mana jigarlar, obunachilar, hurmatli bolalar, qizlar, bu 3-mod. Menga juda yoqmadi. YouTube channel. YouTube channel chiqmoqchi. Bu o'zingizlar ko'rgan предложение, shu sababdan buni o'ynash qiyin. Start. Welcome. Bu o'zingizlar ko'rib turgandek hardcore'ga o'xshash o'yin. Bunu sindirsamiz, chiqib qolishim. Nima bu? What the fuck? Chiqishni o'ylayapman, lekin chiqish yo'q, bitta garantiya beraman. Nima qilsam bo'ladi? Shosham yo'qmi mani? Короче, do'stlar, men buni voshcha tushunmadim. Qanaqa bo'lishi kerakligini ham bilmadim. Endi crafting deb bilayapman, bechora o'rdakcha. Hech narsam yo'qmi? Stop. Anaqa yo'qmi ekan, reject picha. Даже nima sindirib bo'lmayapti-da, вообще-то aytganda bor-ku. Короче, do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Yoqqanmisa like va obuna bo'linglar. Kim shu bilan bundan oldingi skeyblokdan o'tgan bo'lsa, kommentariyada javoblaringizni yozib qoldiring. Va men videoni tugatdim.